Hammaga assalomu alaykum akalar. Bugungi xizmatimizda mana traktor 2 turbo bo'ladi. Bu qisqa varianti bo'ladi bizda. Bo'yabgan muammosi nima bo'ldi? Bo'yabgan muammosi akamizda birda juda ko'p trayeniya bo'lib, ikkiga ham o'tayotgan joyi bor edi. Xullas mashinada qaltirash kuchli, benzinda yomon. To qizib olguncha akamizni qiynayapti ekan, yurishi ham bittada emas ekan. Plus mana injektorlarimiz pokoleniyaga o'tgandan keyin bir me'yorda ishlayotgan ekan. Akamizda shu muammo bilan ozod keladi. Xudo xolasa akamiznikini olib topib muammolari mana injektorlardan chiqdi. Ikkita siyor yapgan ekan. Ikkitasi utechkasi bor edi ekan. Shuni hisobiga buni hozir zamin qo'yardik. Sababi switchlarimiz ham qoratib tashlagan. Plus boshlangan joyda olib ketdi akamiz. Shu trayni bo'lishi bilan chek yonib qolib, engine power deb nimaga chiqib qoladi. Ограничение мощности deb chiqib qolayotgan ekan dvigatelda. Shuni hisobiga mashinamiz qaltirab qo'ygan ekan. Endi xudo xolasa shuni aniq qilib, hozir stendga qo'yib, injektorlarni hozir zamin qilib, boshqa qo'ydik. Yangi bosganmiz akamizga, xudo xolasa. Birga bir xudo xolasa hammasi cho'tki ishlab beradi. Plus switchlarni zamin qilib berdik. Yog'larni sbrosini qilib berdik, xudo xolasa polni diagnostikasi tugadi, xudo xolasa. Endi pokoleniyaning nastroykalarni qilsak, xudo xolasa kimda shunaqa muammolar bo'ladigan bo'lsa, bemalol o'zimizga murojaat qilaverasizlar. Traktor 2 10x farqi yo'q. Markalar hammasi xudo xolasa imkonlari hammasi chiroyli qo'ldan chiqarib beramiz akalar.